Aziz kuzatuvchilar, bugun eksklyuziv bo'lgan 11 yildan beri retsept o'zgarmasdan tayyorlanib kelayotgan akroshka taomini sizlarga tayyorlab ko'rsatamiz. Bugun sirlarni hammasini ochib tashlaymiz. Mana rais deganingga, mana kolxoz deganingga, mana hammasi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, kun yomon qizib ketdi lekin. Mana senga salqingina akroshkalar qilib qo'ydim. Sukunni bitta mazasini ko'rib berasan hozir endi. Qani bismillah. Qani bismillah. Voy, bu suvda ketadi-yu. Sizlarga ham afsonaviy akroshkalarimizni ichib ko'rishinglarni tavsiya qilamiz.